Ayrish sistemasi. Sistema urinarium quyidagi tuzilmalarni o'z ichiga oladi. Birinchisi loviyasimon shaklidagi buyraklar, lotinchasida renes, ko'plik shaklida kelgan. Keyingisi esa katta va kichik kosachalar, calicis renalis majoris va calicis renalis minoris deb ataladi. Va uchinchi tuzilmamiz esa buyrakdan chiqib ketyapti. O'sha buyrak jomi, ya'ni pelvis renalis deb ataladi. Va pastga tushuvchi bir juft siydik nayi ureter deb ataladi va ular siydik pufagida to'planadi. Lotinchasida vesika urinaria deb ataladi va oxirgi chiqib ketadigan qismi uretra hisoblanadi. Bu yerda ko'pchilik uretra bilan ureter deb adashtiradi. Juda ko'p adashtiradi. Farqlab olishga quyidagicha mnemonika bor. Uretra oxiri ra bilan tugayapti. Bu yunonlarda quyosh xudosi hisoblangan. Ya'ni quyoshni ko'rish uchun tashqariga chiqish kerak. Va tashqariga chiqadigan tuzilma bizda nima? Uretra. Demak, siydik pufagini ostida joylashgan. Endi umuman esingizdan chiqarmaysiz. Endi buyraklarni skletoskopiyasi haqida gaplashamiz. To'g'ridan qaraganimizda negadir o'ng buyrak pastroqda joylashgan. Sababi jigar hisoblanadi. Shu sababli o'ng buyrak 12-ko'krak umurtqasi bilan 3-bel umurtqasi orasida joylashgan bo'ladi. Chap buyrak esa biroz yuqoriroqda 11-ko'krak umurtqasi hamda 2-bel umurtqasining orasida joylashgan bo'ladi. Tabiiyki, buyrak bo'lgandan keyin unga kelib chiquvchi tuzilmalar bor. Vena, arteriya, boya aytdik, buyrak jomi chiqadi dedik. Unda darvoza kerak. Darvozalar ham birmuncha farq qiladi. Chap buyrakning darvozasi 1-bel umurtqasiga to'g'ri kelsa, o'ng buyrakning esa biroz yuqoriroqda joylashgan bo'ladi. Misol uchun 12-ko'krak umurtqasiga to'g'ri kelishi mumkin. Davom etamiz. Endi buyrakning ko'ndalang kesimini ko'ramiz. Buyraklar bizda retroperitoneal qoplangan qorin parda bilan retroperitoneal qoplangan hisoblanadi, ya'ni orqasida joylashgan qorin pardaning. Bu yerda qanaqa tuzilmalar ko'rishimiz mumkin? Ularning atrofida joylashgan buyrak atrofidagi yog' to'qimalar, corpus adipozum pararenali, mana sariq rangdagi hamma tuzilmani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yog' qavat qoplab turibdi. Endi fassia renali joylashgan bo'ladi. Mana yuqoridan kelyapti. Avtorisk bo'yicha gerotofatsiyasi ham deyiladi. Ikki tarafdan fassia qoplab olib o'tyapti. Endi uning ichida joylashgan mana yog' qavati bu kapsula adipoza deb ataladi sariq rangda va buyrakni o'zini qoplaydigan kapsula bu kapsula fibroza deb ataladi. Uni boshqa rangda olamiz. Qizil rangda mana buyrakning o'zini qoplayapti. Buyrakni loviyasimon shaklda dedik. Endi bitta narsani qo'shib aytib ketaylik. Bu ham mnemonika qo'llanadi. Ko'pchilik buyrakni o'lchamlarini so'raydi. Odatda uzunligi 10-12 sm, 10-12 sm, kengligi 5-6 sm, qalinligi 3-4 sm. 3-4 sm. Og'irligi taxminan 120 dan 150 grammgacha boradi. Buni eslab qolish qiyin. Eslab qolish oson yo'li bor. 12, 6, 3. Ularni o'rta son, ya'ni 12 sm uni uzunligi, kengligi 6 sm, qalinligi 3 sm. Og'irligi 120 dan 150 gacha orasida. Endi ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Ichki tuzilish mana buyraklar ikki qismdan iborat asosiy. Korteks qismi po'stloq qismi hamda medulla mag'iz qismidan iborat bo'ladi. Korteks qismida buyrak ustunlari joylashgan bo'lib, mag'iz qismiga botib kirgan bo'ladi mana. Ustunlarning vazifasi piramidalarni hosil qilishda ham ishtirok etyapti. Endi mag'iz qismida ikkita tuzilma joylashgan dedik. Bu piramidis renalis, ya'ni buyrak piramidalari sariq rangda ko'rsatilgan va radi medullaris mag'iz ildizlari joylashgan. Mana ikki tuzilmada ko'rishimiz mumkin va bu po'stloqdan mag'iz tarafga qarab haydaydi filtratsiyani. Va keyinchalik esa papilla renalis joylashgan bo'ladi. Bu piramidis renalisning mag'iz tarafga qarab turgan qismida va ularni jamlab turuvchi qismi lobi renalis, buyrak bo'lakchalari deb ataladi va bitta buyrak bo'lakchasida bitta buyrak piramidasi bo'ladi. Buni eslab qolishimiz kerak. Endi buyrak jomi hamda buyrak kosachalari bor. Biz mana bu yerda piramidalar dedik va u so'rg'ichlarga davom etadi dedik va undan keyingi tuzilma bizda kichik kosachalar hisoblanadi. Rangini o'zgartiramiz. Mana kichik kosacha kelyapti. Kichik kosachalar odatda bitta buyrakda 7-18 tadan tashkil topgan bo'ladi. U keyinchalik esa, ya'ni calicis minoris bo'ladi va u keyin katta kosachalarga ochiladi. Katta kosachalar
Katta kosachalar odatda 2-3 ta joylashgan bo'lib, kolitsis majoris deyiladi va u hosil bo'lishi kichik kosachalar yig'ilib katta kosachalar hosil qiladi va oxiri esa buyrak jomini hosil qiladi, buyrakdan chiqib ketadigan pelvis renalis deb ataladi. Va bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, mana piramidalar va ular kichik kosachalarga davom etyapti, katta kosachalar hosil qilyapti va buyrakning jomi bo'lib chiqib ketyapti. Endi buyrak kosachalarining ham 2 xil turi bor ekan. Tifus, ya'ni typus ampullaris hamda typus ramificatus, tarmoqlangan va ampulla turi. Ampulla turi qanaqa bo'ladi? Oddiygina mana ampulla turida buyrak jomi keng bo'ladi, kosachalar esa qisqa bo'ladi. Mana juda qisqa turibdi mana. Tarmoqlangan turida esa 2 da ko'rinib turibdi. Bunda buyrak jomi, ya'ni pelvis renalis mana tor, lekin kosachalar juda uzun joylashgan mana. Shunda farqlanadi.